Seni qamoqxonaga tashlashlari shart emas. Sen allaqachon u yerdasan. Faqat kishanlaring temirdan emas. Ular sening qulayliklaringdan yasalgan. Sen o'z nafsingni qurgan zindonda eng itoatkor mahkumga aylanding. Har bir scroll, har bir behuda soniya bu sening zindoningga urilgan yangi mixdir. 500 yil avval Alisher Navoiy bu zindondan chiqish yo'lini ko'rsatib ketgan edi. Farhod Bisutun tog'ini bolta bilan parchalaganda, u shunchaki toshni emas, o'zining ego, nafs tog'ini yakson qilayotgan edi. U shahzodalik taxtidan eng katta qulaylikdan voz kechdi, chunki u haqiqiy ozodlik nafsni o'ldirishda ekanini angladi. Shirin, u shunchaki go'zal ayol emas, u sening ruhing intilayotgan oliy haqiqat. Mamnunman. Unga yetish uchun tog'ni qazish shart. Sening bisutuning bu sening dangasaliging, qo'rquvlaring va maqsadsizliging. Navoiy uqtirganidek, o'zlikni foniy qilmaguncha maqsadingga yetolmaysan. Bugun boltani qo'lingga ol. Qulaylik zindonidan chiqish va o'zligingni kashf qilish vaqti keldi. Agar sening maqsading ham shirindek pok bo'lsa, senga hech qanday tog' to'siq bo'la olmaydi. Agar Navoiy sirlari orqali o'zligingni o'zgartirmoqchi bo'lsang, hoziroq ushbu videoni saqlab qo'y va bizga obuna bo'l. Biz senga yo'lni ko'rsatamiz.